Siz Rossiyadasiz. Qish kunida qiylanib, mashinada oyoqlaringizni toldirib, 3 kunlab granza xizmatdan hali hamon foydalanib yuribsiz. Ey Alloh haringizni bergur. Zamon rivojlanib ketgan. Ana shu mashinaga beradigan narxingizga, pulingizga samolyotda bir kunda kirdi chiqdi xizmatdan foydalansangiz bo'ladi. Men sizga javob beraman. Agarda bizdan arzon bilet topsangiz samolyotga pulingizni qaytarib ham beramiz sizga. Va Alloh haringizni bergur. Siz O'zbekiston, Qirg'iziston fuqarosi bo'lsangiz, 11 ming rubldan boshlanadi narxlar. Agar siz Tojikiston fuqarosi bo'lsangiz, 18 ming, 15 ming rubldan boshlanadi narxlar. Kuniga qarab o'zgarishi mumkin. Sababi anaqalarga qaraladi-da endi. Avia biletlarga qarab qolinadi. Lekin iloji boricha maksimal ravishda arzon qilib beramiz. Hamma yerdan arzon narxda topasiz. Gapimga javob. Xullas, hamma xizmat ichida bo'ladi. Shu borib kelishingizgacha ana shu narx aytilgan narxlar bo'ladi. Buning uchun ko'rsatilayotgan raqamlarga murojaat qiling. Bu